Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida joylashgan sport maktabi bir vaqtlar anchayin achinarli ahvolda edi. Binoning ichki qismi ta'mirtalab, mashg'ulot zallari eskirib, yoshlarning muntazam shug'ullanishi uchun yetarli sharoitlar mavjud emas edi. Ammo bugun manzara butunlay boshqacha. Aholi jamoasi tomonidan ilgari surilgan tashabbusli byudjet loyihasining g'olib bo'lgani natijasida sport maktabi o'zining mutlaqo yangicha qiyofasiga ega bo'ldi. Ta'mir ishlari keng ko'lamda amalga oshirilib, maktabning har bir zalida zamonaviy qulayliklar yaratildi. Mashg'ulot xonalari qayta ta'mirlandi. Pol qoplamalardan tortib sport anjomlari va invertorlargacha to'liq yangilandi. Shuningdek, isitish va yoritish tizimlari to'liq soz holatga keltirilib, yilning istalgan vaqtida mashg'ulotlarni xavfsiz va qulay tarzda o'tkazish imkoni yaratildi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani sport maktabimizda hozirgi kunda 23 xil sport turidan to'garaklar olib boriladi. Ushbu sport turlariga 2000 dan ziyod yoshlar shug'ullanib kelmoqda hozirgi kunda. Biz jamoamiz bilan kelishgan holatda sportchi yoshlarga sharoit yaratish maqsadida tashabbusli byudjetda 1,360 million mablag' yutdik va ushbu mablag' evaziga sport maktabimizni to'liq ta'mirdan chiqardik. Bundan tashqari sport vazirligi tomonidan sportchi yoshlarimizga turli tuman sport anjomlari berildi. Albatta bunga minnatdorchilik sifatida biz trenerlar, sport oilasi o'z yurtimizda bayrog'ini yuqori jahon arenalarida yuqori ko'tarilishlikka, chempionlar chiqarishlikka o'z hissamizni qo'shamiz. Endilikda sport maktabiga tashrif buyurgan har bir o'quvchi zamonaviy sharoitlar, keng va yorug' zallarda o'z mahoratlarini oshirish imkoniyatiga ega. Men badiiy gimnastika murabbiyi bo'lib, 10 yildan beri bu yerda faoliyat olib boraman. Oldin zalimizda sharoitlarimiz uncha talabga javob bermasdi. Hozirgi vaqtga kelib mana issiqlik sharoitlarimiz joyida, xonalarimiz keng, yorug', hamma sharoitlarimiz yetarli, sportchilarimiz maza qilib shug'ullanishyapti. Badiiy gimnastika bo'limida yoshlar nafaqat jismoniy chiniqish, balki nafislik, muvozanat va sahnadagi ijodkorlikni ham o'rganmoqdalar. Yosh bokschilar esa ustozlari nazorati ostida mashqlarni bajarib, musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko'rishmoqda. Kurash zali ham tubdan yangilandi. Milliy sportimiz bo'lgan kurashni o'rganuvchi o'g'lonlar uchun xavfsiz va keng tatami maydonlari tayyorlandi. Bu yerda yoshlar kurashning texnikasi, bardoshlilik va matonatni o'rganmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bugun yangilangan sport maktabi Uchko'prik tumanidagi minglab yoshlarga sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sport bilan muntazam shug'ullanish va kelajakda yutuqlarga erishish uchun keng imkoniyat yaratib bermoqda. Tashabbusli byudjet orqali amalga oshirilgan bu loyiha nafaqat bir binoning ta'miri, balki yosh avlodning kelajagi uchun katta poydevor bo'lib xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.